O'zbekiston temir yo'llari 15 ta bolani davlat hisobidan o'qishga Rossiya Federatsiyasiga o'qishga yuborgan. Ular oliy ta'limda u yerda o'qib kelish kerak bo'lgan. Haqiqatan tanlov bo'lgan. Juda bilimli, har taraflama kuchli, iqtidorli bolalarni tanlab olib o'qishga yuborgan va bir qaysidir Surxondaryo bitta viloyatning bolasi qo'lga tushgan. U yerda o'sha mashqlarga qatnab, namoz o'qib yurgan. Balkim u qandaydir bir guruhlarga qo'shilgan boshqa bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin bu talabalar bilan bitta yotoqxonada yashagan, bular bilan do'st bo'lgan, birga namoz o'qigandir, choy ichgan, mana shunaqa tanish bo'lgan. U bola qo'lga tushganda, sen kimni taniysan, u yerda kimni bilasan deganda, bularni birini aytgan, hammasini olib keldida, o'sha bolalarni hammasi eng kami 8 yil srok bilan qamalib ketdi o'sha bolalarda. Men ko'zim bilan ko'rgan bitta holatda, masalan, juda iqtidorli bolalarda davlat puliga o'qiyotgan edi, bir qanaqadir proyekt bo'lganda, u endi shu temir yo'l sohasida bir avlod yetishtirish, misol uchun shu proyektdan yo'q bo'ldi-da, misol uchun. Kimlardir xo'ja ko'rsinganmi yoki ko'rona qilinadigan mana shu narsalar balkim davlatning rivojlanishiga ham pand berib qo'yadi-da. Buni tizimda o'sha tergov jarayonida, sud jarayonida sudlanayotgan shaxsning uning shaxsiga nisbatan alohida bir baho berish mexanizmi hali to'laligicha bizga ochilgani yo'q.